2017-2025 yillarda internet foydalanuvchilari soni 14,7 milliondan 37,7 millionga oshdi. Eng ommabop platformalar orasida Telegramda 28 million, Odnoklassnikida 19,2 million, Facebookda 2,3 million, Instagramda 11,7 million, VKontakteda 1,5 million, LinkedInda 850 ming, Twitterda 250 ming nafar o'zbekistonlik foydalanuvchi mavjud. Internet va ijtimoiy tarmoq ma'muriyatlarga noqonuniy kontentlarni tarqatilishini cheklash bo'yicha murojaatlar soni oshgan. Masalan, 2023-yil bilan taqqoslaganda, 2024-yilda firibgarlik maqsadida phishing, deepfake, soxta profillar va zararli havolalarni tarqatish 3,8 barobarga, narkotiklar, psixotrop moddalar va prekursorlar reklamasi hamda savdosi 112 barobarga, pornografik materiallarni tarqatish, intim xizmatlar va tovarlarni taklif qilish 5,3 barobarga, qurol, portlovchi moddalar va maxsus vositalar reklamasi savdosi 152 barobarga oshgan. Birgina 2024-2025 yillarda O'zbekistonda pornografik kontentga ega 5000 ga yaqin veb-sayt, qimor o'yinlari bilan bog'liq 4302 ta veb resurs va qurol-yarog' savdosiga oid 29397 ta holat aniqlanib, ularga qarshi choralar ko'rilgan. Internet foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilish borasida rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi quyidagilarni aks ettiradi. Internet foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilish zaruratidan kelib chiqib, turli davlat va jamoat tashkilotlari, media sohasi ekspertlari ishtirokida onlayn platforma va veb-saytlar foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Ushbu qonun davlat ro'yxatidan o'tkazilgan ommaviy axborot vositalarining internet jahon axborot tarmog'idagi veb-saytlarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Zero ularning faoliyati amaldagi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun bilan tartibga solingan. Loyihada quyidagi asosiy prinsiplar o'z ifodasini topgan. Qonuniylik. Onlayn muhitdagi barcha faoliyat qonun doirasida amalga oshiriladi. Foydalanuvchilar huquqlarining ustuvorligi. Foydalanuvchilarning ma'lumot olish, fikr bildirish va xavfsiz internetdan foydalanish huquqlari ta'minlanadi. Senzuraga yo'l qo'yilmasligi. Qonun bilan taqiqlanmagan kontentga nisbatan erkinlik kafolatlanadi. Shaffoflik va xavfsizlik. Noqonuniy kontentning tarqalishiga qarshi kurashiladi va shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi ta'minlanadi. Qonun loyihasining asosiy yo'nalishlari: foydalanuvchilar huquqlarining himoyasi. Onlayn platformalar foydalanuvchilarga akkaunt yaratish, kontent tayyorlash va tarqatish bilan bir qatorda shikoyat berish va noqonuniy kontentdan himoyalanish imkoniyatini ta'minlashi shart. Shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi kafolatlanadi. Phishing va spam resurslarga qarshi choralar ko'riladi. 9-moddaga ko'ra, onlayn platformalar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, maxfiylik siyosati bilan tanishtirish va ma'lumotlarning noqonuniy tarqalishining oldini olishga majbur. Bunday talab ilk bor qonun darajasida mustahkamlanmoqda. Ma'lumotlar maxfiyligi buzilsa, foydalanuvchi darhol xabardor qilinadi. Bu esa shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini oshiradi. 21-modda foydalanuvchilarga akkaunt ochish, qonun doirasida kontent yaratish va tarqatish, fikrni erkin ifoda etish huquqlarini kafolatlaydi. Bu blogerlar, inflyuenserlar va oddiy foydalanuvchilarga raqamli platformalarda ijodiy va tijoriy faoliyatni erkin yuritish imkonini beradi. 10 va 18 moddalar noqonuniy kontent yoki platformalarning adolatsiz harakatlari yuzasidan shikoyat berish va o'z huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari, sha'ni va qadr-qimmatini sud tartibida adolatli himoya qilishni ta'minlaydi. 7 va 12 moddalar bolalarni zararli kontentdan himoya qilish uchun sun'iy intellekt asosidagi moderatsiya va kontent filtrlarini joriy qilish talablarini belgilaydi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun onlayn platformalarga kirish imkoniyatlari yaxshilanadi. Bu esa raqamli muhitning inklyuzivligini oshiradi. 20-modda yolg'on axborotni o'chirish va raddiya e'lon qilish mexanizmlarini belgilaydi. Foydalanuvchilar o'zlariga nisbatan tarqatilgan yolg'on ma'lumotlarni tezkor o'chirishni talab qilishi mumkin. Bu ularning obro'si va sha'nini himoya qiladi. Axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12.1 moddasidan farqli o'laroq, loyihaning 13-moddasida noqonuniy kontentning 12 ta aniq kategoriyasi belgilanmoqda. Jumladan, phishing va spam resurslariga havolalar kabi zamonaviy kibertahdidlar ham
qamrab olingan. Aniqlangan barcha kontentlar bo'yicha vakolatli organ tomonidan mustaqil ekspertlik xulosa olinishi belgilanmoqda. Onlayn platforma va veb-saytlar foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonun loyihasiga muvofiq vakolatli organ bilan tizimli ravishda hamkorlik qilmay kelayotgan onlayn platformalarga O'zbekiston hududida kirish tezligini sud qarori asosida pasaytirish nazarda tutilmoqda. Bloklash amaliyotidan butunlay voz kechilmoqda. Yana bir muhim yangilik: huquqiy axborot makoniga yangi subyekt inflyuenserlar kirib kelmoqda. Bular obunachisi 10 mingdan ko'p bo'lgan blogerlar hisoblanib, ularning jamoatchilik fikriga ta'sir eta olish salohiyatidan kelib chiqib, majburiyatlari alohida belgilanmoqda. Bu degani, amaldagi tartibga ko'ra barcha blogerlar emas, aynan muayyan obunachiga ega bo'lgan blogerlarga majburiyat yuklatilmoqda. Inflyuenserlar faoliyatiga nisbatan hech qanday ruxsat etuvchi hujjat joriy etilmaydi. Ular qonun qabul qilingandan keyin ham odatdagidek erkin va bemalol o'z profil, kanal va guruhlarni yuritishlari, ularga ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa xususiyatga ega axborotni joylashtirib borishlari mumkin. Ular yolg'on axborot e'lon qilgan bo'lsalar va ushbu axborot fuqaro yoki tashkilotni obro'sizlantirgan bo'lsa, ularning talabi bo'yicha raddiya berishlari yoki axborotni o'chirishlari yoxud axborotga fake news belgisini qo'yishlari kerak. Qonunda onlayn platforma va veb-saytlardagi kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Qonun bilan phishing va spam resurslar ham noqonuniy axborot jumlasiga kiritilmoqda. Vakolatli organ hamda onlayn platformalar ularga ham qarshi kurashadi. Moliyaviy jihatdan xavfsiz onlayn makon yaratiladi. Yangi qonun orqali yangi javobgarlik choralari, jarimalar belgilanishi ko'zda tutilmagan. Yuqoridagi majburiyatlarni bajarmagan taqdirda ularga nisbatan huquqiy choralar sifatida moliyaviy sanksiyalar yoki boshqa jazo turlari ko'zda tutilmagan. Qonunning qabul qilinishi quyidagi natijalarga olib keladi. Birinchidan, onlayn platformalar foydalanuvchilar huquqlari qonun darajasida mustahkamlanadi. Ikkinchidan, internet tarmog'ida axborot tarqatish tartiblari borasida huquqiy noaniqliklarga barham beriladi. Uchinchidan, onlayn platformalar va veb-sayt egalari uchun O'zbekistonda faoliyat yuritishning aniq shartlari belgilanadi. Ularning biznes modellari uchun shart-sharoitlarni aniq prognozlash imkoni paydo bo'ladi. To'rtinchidan, axborot sohasi ishtirokchilari, jumladan onlayn platformalar, blogerlar, inflyuenserlar hamda sohani tartibga soluvchi davlat organlari o'rtasida o'zaro muloqot va konstruktiv hamkorlik uchun huquqiy asoslar paydo bo'ladi. 5-dan, internetdan foydalanish xavfsizligi darajasi oshadi. Farzandlarimizning sog'lig'iga xavf soluvchi axborotlardan himoya qilish bo'yicha aniq mexanizmlar paydo bo'ladi. 6-dan, foydalanuvchilar o'z sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi ma'lumotlardan himoyalanish borasida huquqiy kafolatlarga va zaruriy hollarda vakolatli organning ko'magidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.